mamlakatimiz iqtisodiy taraqqiyotida ikkita yirik strategik ahamiyatga ega loyihalar amalga oshirilayotganiga guvoh bo'ldik. Davlatimiz rahbari avvalambor Toshkent viloyatidagi yangi xalqaro aeroport qurilishiga start berdi. Bu loyiha faqatgina transport infratuzilmasini yangilash emas, balki O'zbekistonni sharq va g'arbni bog'lovchi zamonaviy aviatsiya hubiga aylantirish sari tashlangan katta qadamdir. Yangi aeroport yiliga 20 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatish va 129 ming tonna yukni qayta ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu mega loyiha Saudiya Arabistoni, Yaponiya va Koreya kompaniyalarining ishtirokida amalga oshirilayotgan bo'lib, xalqaro hamjamiyatning O'zbekistonga bo'lgan ishonchining yorqin ifodasi desak to'g'ri bo'ladi. Bu ishonch tasodifiy emas. So'nggi 8 yilda mamlakatimizga 130 milliard dollardan ortiq xorijiy investitsiya kirib kelgan. Bu mablag'lar esa minglab zavod va korxonalarga aylanib, yangi ish o'rinlari, yangi texnologiyalar va yangi imkoniyatlar yaratdi. Buning yorqin misollaridan biri prezidentimiz tanishgan taqsimot markazidir. Bu markaz Korzinka tarmog'i uchun mahsulotlarni saqlash, saralash va qadoqlash bilan shug'ullanadi. 10 gektar maydonda joylashgan 49 ming kvadrat metrli bu zamonaviy inshoot Markaziy Osiyodagi eng yirik A sinfli logistika markazi hisoblanadi. Mazkur markazda bir vaqtning o'zida 145 ta yuk darvozasida operatsiyalar amalga oshirilishi mumkin. Bugungi kunda markazda 4 turdagi haroratli hudud, 96 ta sinov laboratoriyasi va 1000 dan ortiq yangi ish o'rinlari tashkil etilmoqda. Qayd etish kerak, bu katta loyiha nafaqat Korzinka uchun, balki butun iste'mol bozori uchun sifatli logistika zanjirini yaratishga xizmat qiladi. Prezidentimiz ushbu uchrashuvlarda juda muhim fikrni aytdilar. Ya'ni bu ishlar o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Bu mamlakatimizga, xalqimizga va kelajagimizga bo'lgan katta ishonch belgisi. Haqiqatan ham bugungi O'zbekistondagi har bir yangi loyiha ortida xalqaro hamkorlik, texnologik yangilanish va xalq ishonchi mujassam. Men senator sifatida aytishim mumkinki, bu loyihalar nafaqat iqtisodiy rivojlanishni, balki mamlakatning global integratsiya jarayonidagi yangi bosqichini belgilab bermoqda. Xalqparvar siyosat va islohotlar iqtisodiyot ochiqligini ta'minlash va investitsiyalarni rag'batlantirishga alohida e'tibor natijasida imkoniyatlar ulkan loyihalarga aylanmoqda. O'zbekiston biznes uchun eng jozibali makon sifatida e'tirof etilmoqda. Bu amaliy natijalar bilan isbotlanayotgan yangi O'zbekiston g'oyasining navbatdagi ulkan qadamidir.